Qadrli jizzaxliklar, 16-mart sanasida Jizzaxda futbol bayrami. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari va Sug'diyonaning ashaddiy ishqibozlari. Xabaringiz bor, Superliga 2025-yilgi mavsum bir necha kun avval start olgandi va jamoamiz birinchi tur doirasidagi bahsni safarda Nasafga qarshi o'tkazib keldi. Endilikda jamoamiz Sug'diyona o'z maydonida 16-mart sanasida soat 19:30 da o'zining uy uchrashuvlariga start beradi. Shu kuni jizzaxliklar Namanganning Navbahor jamoasini qabul qiladi. Mazkur bahs soat 19:30 da start oladi. Siz azizlarni ushbu kuni tashrif buyurib, tribunalarni to'ldirib, jamoamizni qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab, g'alabasiga o'z hissangizni qo'shishingizni so'rab qolamiz. Bu videoni barcha jizzaxlik futbol ishqibozlariga yuborib qo'ying va 16-mart sanasida 19:30 da ushbu markaziy stadionga tashrif buyurishni unutmang. Keling, jamoamizni qo'llab-quvvatlang va g'alabasiga o'z hissangizni qo'shing. Olg'a Sug'diyona maydonga dadil tush ey Sug'diyona, raqibga kelma bo'sh ey Sug'diyona, ey Sug'diyona, ey